Nega musulmonlarning xursandchiligi, bayramona kayfiyati ko'rinmaydi? Ming afsuslar bo'lsinki, bizni bosqinchi Sovet ittifoqi bosib olgandan so'ng mana shu narsani yo'qotgan. O'rta Osiyo xalqlarida hozir men kuzatar ekanman, nafaqat O'rta Osiyo xalqlari, balki boshqa musulmon davlatlarda ham bayramona kayfiyat ijtimoiy tarmoqlarda va hayotida ko'rinmayapti. Bu fojia. Ey birodarlar, ey opa-singil aka-ukalar, bu bayramni Alloh subhanahu va taolo Robbil alamin biz uchun bayram qilib bergan. Mana bu narsani haqiqiy bayram shuurda, bayram kayfiyatida kutib olishimiz kerak. Bizni yoshligimizdan shu bir yomon odatlar bor. Hayit bayrami kuni go'yoki azada o'tkaziladi. Qabrlar ziyorat qilinadi. Qabrlar ziyorat qilinishligi yaxshi, lekin bayram kuni emas. Boshqa kunlarda ziyorat qilib vafot etganlarni esga olishlik yaxshi. Lekin Hayit bayrami kuni Alloh subhanahu va taolo bizga bayram qilib berdimi? Mana bu narsani shuurini, kayfiyatini ko'rsataylik va farzandlarimiz ham mana bu kunni kutib yashasin. Biz albatta din dushmanlariga o'xshamaymiz, lekin ularni ko'raylik, bayramlarini qanday kuzatib oladi, qanday kutib oladi va o'zlarini butun ijtimoiy tarmoqlarda va hayotida ana bu narsani namunasi ko'rinadi. Vaholanki biz aslida Robbil alamin bayram qilib bergan narsani mana shu holatda ko'rsatishligimiz farzandlarimizni mana shu kayfiyatda, mana shu shuurda suyaklari qotishligi bu juda ham katta narsani anglatadi. Shuning uchun aytib qolardimki, xossatan biz O'rta Osiyo xalqlari mana bu kunni kayfiyatini ko'rsating. Mana bu kunni haqiqiy bayram ekanligini yosh bolalar va kattalar, barcha insonlar his qilsinki, bu ilohiy Alloh subhanahu va taolo biz uchun, musulmonlar uchun bayram qilib bergan bayramdir. Mana bu narsani his qilaylik. Taqabbalallohu minna va minkum solihal a'mal. Alloh taolo mana bu oyda qilgan ibodatlarimizni o'zi dargohida qabul qilib, o'zi rozi bo'lgan holatda chiqishligimizni barchalarimizga nasib aylasin. Va Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamizki, kelasi yili mana shu kunlargacha Baytul Maqdisda namoz o'qib, G'azo xalqini ham mana bu zulmlardan qutqarib va butun dunyodagi musulmonlar, Sharqiy Turkiston bo'lsin, barcha mazlumlarga Alloh taolo o'zi najotini bersin. Yana bir bora taqabbalallohu minna va minkum solihal a'mal. Hayit bayraminglar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.